Singiz kanalga xush kelibsizlar va bugun biz bilan Nurik BC hammaga salom do'stlar. Bugungi roligimiz rubrika ko'rishinglar mumkin. Mana obunachimiz komment yozib qoldiribdilar va biz shu rubrikani chiqarishga qaror qildik. Sizlar ham yozib qoldiringlar. Bo'lmasam let's go. va vallahi hozir biz junglidamiz. Aytgandaqa To'ppa to'g'ri. hozir daraxt toplayapmiz. Va do'stlar, obunachimiz qiziqarli rubrika yozib qoldiribdilar. Biz buni chiqardik. O'tgan videoda yozib qoldiribdilar. Agar 800 ta prosmotr olsalaring, mana shu rolikda bo'lsa, ikkinchi qismini chiqaramiz. Junglida bir kun yashashdi va yana rubrika yozib qoldiringlar do'stlar. Keyin biz chiqarishga harakat qilamiz buni. Va hozir siz topib turing, hozir narsa qilib beraman sizga, keyin tezroq. Bo'ldi. Hozir bizni naqamiz uy qurish kerak hozir. Mana shu bir kun yashashimizda uy qurib olsak, video qiziqarli. Kamin nima edi? Kamin? Tosh, tosh chopish kerak. Tosh chopishim kerak. To'g'ri, tosh chopib hozir kirga keyin boltalar qo'yishim kerak. Muhammad qalay ketyapti ishlar? Zo'r, har doimgidek hozir daraxt chopyapman. Sizga qilib beraman narsa. Bo'ldi. Tezroq chopasiz. Mana. Tashlayapti. Qarang. Rahmat. Hamma daraxt chopib Iloji boricha bir stay qilishga harakat qilaman. Hozir uyimizni uy qurib turamiz. Pastda dichaga birinchi qismga chunki hozir tezroq chiqadi agar harakat qilamiz. Uy qurishga yuboradi. Bolalar mana shu cho'tga qilib qaytamiz. Va o'zlarimni davom ettiradi. Salma, oldimga keling, gapim bor. Obunachilarga qiziq bo'lish uchun yerda qilmasdan daraxt tepasida qilsangiz zo'r bo'lib ketardi. Nima deysizlar? Xo'p, bosib qo'ying. Daraxt yangi tosh kerak-da. Tosh qolib. Bo'ldi. Muhammad aytgandek, obunachilar daraxt taqlarganmiz. Chiroyli daraxt topyapman. Toponi uzoq ham emas. Xunuk ham emas. Kakaoni olavering. Ko'p. Va Salma, oldimga kelsangiz, men o'sha joyni ko'rsatardim. Sizga boraman. Siralashda anaqa qo'yamizmi? Joylashaveramizmi? Ha, bo'ldi. Meni oldiga kelib, obunachilarga ko'rsatsangiz, chiroyli ko'rinyapti, bu yerda. Kakaolar hozir olaylik, kakaolar. Mana bunisi pishgan bo'ladi. Bunisidan hozir qilsak pishmagan. Shuni pishib olsa. Va do'stlar, mana to'g'rida eng baland bo'lib turibdi, ko'rishinglar mumkin. Eng tepasida qilamizmi yo? Eng tepasida qilamiz. Siz eng tepasida so'rasiz, men dicha pastroqda, yon tomonda. Balkonda Uni qaytishim. orqarog'ida undan ham baland to'g'ragan. Ajoyib. Daraxt tepasida daraxt. Qani ko'rlik. Ketyapman, siz ham boryapsiz? Ha, shaqqa ketyapman, yuravering. Suvlar, kakaolar. Toshingiz bo'lsa, berib tursiz yaxshi bo'ladi. Nimaga? Nimaga? Nima kerak bo'lsa qilib beraman aka. O'sha uy qurishga. Uy qurishga daraxt kerak xolos. Boshqa hech nima kerak emas. U mana ishdan tekis ketarkan ishda. Ular chiqarsin? Ha, chiqyapman. Isiga. Do'stlar, men yaxshi daraxt topdim, kattagina. Hozir qanaqa qilib o'tiramiz? Isiga.
Tushdim. Voy tushib ketdim. Va bir jonim ketdi. Hech narsa qilmadi. Do'stlar yarim jon ketdi. Oxiri o'yinda. Ashka blok qo'y. Oh, jonim yomon ketdi do'stlar. Otquncha o'lib qoldi bo'ldi. O'sha. Hozir blok qo'yib olaman. Va chiqishda men yo'lini topdim. Agar uspet qilsam o'tib olaman. Chek. Va Muhammad bog'dan chiqavering. Baqa kelinda men tomonga. hozir yana bitta urinib ko'ray. Ya, o'laman hozir. O'lib qolaman. Muhammad kelavering. Sakring. Men keling mana. Aytdim bemalol. Rahmat. Sekin. Men jonim 1,5 qoldi. 12 qo'yamiz. Va ketishya tezroq chiqib olsa, juda ham zo'r ketadi. Endi men taraf qo'yish kerak. To'xtab turing, qochib turing-da. Pastga men atalayapman. Pastga tushdim. Yarim jon qoldi do'stlar. Sekin. Turing. O'zim aytib qo'yay. Va do'stlar, tong otguncha yashab qolamiz. O'shunda qiziqarli bo'ladi. Aytgancha do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib, komment yozib qoldiringlar. Rubrika va boshqa kommentlar. Biz ularni o'qib chiqamiz. Albatta. Telegram kanalimiz silkasi opsioniyada yoki kommentariyada bo'ladi. Va salma ishlar qalay ketdi. Va orqam ochiq ekan, chiqib ketyapman. Uzun do'stlar. Narsalarni o'rayna chiqib Bunaqa o'lganim ham yaxshi bo'ldi, narsalarni. Oho, mayda. Do'stlar, jiy oldi. Anti daraxtda olasiz. Unda hozir Narsalarim hammasi tushdimi? Mana, daraxt bermoqchiman. Yo, narsalarim hammasi tushdimi? Shishtima ko'rinmayapti. Mana tushdi. Yana narsa bormi? Yana qanaqadir boshqacha daraxtim bor edi. Boshqacha. Va chiqib oldim. Qoch turing. Yana tushib ketdi. Do'stlar, skeletlar keladi, keyin pishdi deganda. Sadvaran tushdi. Va shu qorong'ida ish qilish qiyin-da do'stlar. Hozir fakir qilish kerak. Google topish kerak. Baqa keling men, Chiqyapman. Urvormi yana men? Ha, men aytaman. Mana ikki o'tirmoqchiman. Baqa keling, ashtada yashab ko'raylik. Tezroq uyqu olganingiz yaxshi bo'lib ketadi. Mana, tepaga yo'qib turamiz, baqa keling. Nima? O'tyapti. Biraz. Mana shu yerda o'rab uyqib tursa. Loyiz bormi? Loyim 5 so'm. Daraxtingiz bormi? Daraxt bor. 100 takim bor. Qo'ying. Daraxt. Siz sonda uxlaman, narsalaringizni qo'ying. Qani bir ko'ramiz. Qo'ying. Uncha narsam yo'q. 15 tami, 17 ta daraxtim bor edi. Bu ham tushib ketdi nimagadir. Hozir men daraxt turib, abutga qilaman, ana atrofini. Siz men daraxt chopib kelaman dedim, do'stlar. Qorong'uda ko'p narsalar yuribdi, o'shaning uchun tinchgina chetda o'tirganim. Hozir o'g'il qilamiz. Va menga daraxt bersangiz tezroq narsani o'rab qo'yaman tezroq. Sonni qo'shalaver. Tayyorda. Va do'stlar, saydimardi. Yo'q, men sondig'iga yozmoqchi edim. Yozinglar. Kim aytdi? To'g'ri. Va 20 ta daraxt bersangiz menga, uni o'rab oldim. O'rab chiqaring. Hammasini unaqa qilib qo'ymang, yo'q, oling. Unaqada vashcha ketib qoladi. 30 ta ketib qoladi tezda. Oling bo'ladi, turtirsizda. Chunki kerak bo'ladi. Nimadan o'raymiz? Meniki qo'ying. Shu qo'ying, bitta fakir.
Yapacağımız. Do'stlar mana hozir fakirlar qo'yapmiz. Zombi skeletlar paydo bo'lmasa. Bunda qo'yib bo'lmaydi. Blokda qo'yish kerak shu. Mana do'stlar. Taktika galaktika. Tushib ketmayman ha. Tezroq ulashim kerak hozir. Sen ketding. Salma menga tashlayver, men tez o'rab ber. Personalga bering. Unchalik ko'p qilmang, bir qavat bo'lsa yetar. Yo, ikki qavat. Biz oldimizda daraxtga qilmoqchi edik, uni ertalab qilamiz. Ertalab biz keyingi qismlarda. Keyingi qismlarda ham bo'ldi. 800 ta prosmotrdan keyin jumlida ikkinchi qism, ya'ni ikkinchi kun yashab qolish. Bilan do'stlar, sizlar buni tezda qilib olasizlar. Aktivimiz yaxshi. Obunachilarimizdan ko'payapti sekin-sekin. Rahmat sizlarga. Bittaga. Do'stlar. Sana manalarga ham quring. Tepaga kanalga uraman. Menga sal tasirsiz yordam berib turadi. Sondiqqa yarmini bering. Mana sondiq. 55 ta. Hamma yoqda o'rayapman, deraza qilasizmi bitta ikkita joyi? Bilmayman. Qo'yamiz. Sekin yaxshi. Chiroyli chiqadi. Hozirchalikka to'g'ri. ayni qo'yamiz. Agar pisok topsa, oho. Abin qo'shasiz. Ya o'zingiz qurib berasiz joylarim. Yana yetmay qolsa, men 15 yashamayaptimi? Yo, batga mana. Hop, ketasiz hozir. Уже sekin. Qo'yapmiz. Sekin bo'lur baltar. Sekin. Shinamgina, kichkinagina uycha bo'lyapti. Kichkinagina emas. Ikki kishi bemalol yashasa bo'ladi. Daraxtlarimiz yetsin-da. Yetishdan Tomni yopolmas ekanmiz. Masalan, haligina tushib ketib bolta yo'qolib qoldi. Agar bolta qilib beradigan bo'lsa, bollar uzun. Tushib ketdim hozir. Qanaqa qilishadi? Nima turing? Tamommi? Qayerga tushasiz? bu bitta daraxt ham tushib ketdi. Bitta ikkita zombi yetilyapti, bola. O'rgimchaklar ham bor. Shunaqa zombi. Sekin tak. Qochdi. Tak. Nelik. Mana bola. Tong ham o'tyapti sekin-sekin. Kecha bo'lsa ham qildi. Yana chiroyliroq qilishga harakat qilamiz. To'g'ri. Masalan, menga bolta bersangiz, men daraxt olib kelardim. O'zimiz uchun foyda. Sandiqqa qo'yaman. Rahmat. Va men do'stlar,
Daraxt topgani ketdi. Ja uzoqqa ketib olmang. Ya, Xayrlashamiz. ketdi. Bullshitda. Qayerga kelikni? Kakaolarimiz. Sap chiqish qiyin endi. Tayinli zombi yuribdi. Shundoqqina. Yana jicha tong otsa keyin tushaman. Bu uyda shunchaki yashab qoldik. O'zimizni haqiqiyimiz oldimizda. Baland daraxt. Masalan, chiqishga harakat qilyapti shunga. Ishga chiqsam o'zi past pulim qilishim kerak. Siz chiqmasligingiz kerak. Va do'stlar, xayrlash tugayapti. Videomiz ham oxiriga yetyapti. Qomatimizga tushib xayrlashaveramizmi? Va mana zombilar juda ham ko'p. Men o'ylayapman. Qochorinsiz? Agar bo'lsa suvga. Ha bo'ldi. Jonim qolmadi, kamdan. Va do'stlar, sizlar bilan xayrlashamizmi? Va mana do'stlar, tepamizda daraxt, Biz yana zombi. xayrlashga berasizmi? Yaxshi. Keling, xayrlashaveramizmi? Va do'stlar, Videoda oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Sizlar bilan Sinisi Minecraft kanali bo'ldi va 800 ta prosmotrdan so'ng ikkinchi qismini ko'rasizlar. Hammalaringga rahmat.